Kichkina daryo ham Omudaryoga qo'shilar ekan. Bizning mashina inshaalloh mana yana yo'lni davom etamiz. Mana do'stlar, bu ham Kobul daryosi bo'ladi. Bu masjidmi bu? Ona bormi? Kobulga yo'l oldik. Mana eng katta tunnel mana shu bo'ladi do'stlar. Mana do'stlar, bu ham Kobul shahri. Mana do'stlar, bu Tangay Toshqo'rg'on, shu Kobul, Taxtor, Qunduz tomon ketadigan yo'l. Do'stlar, juda ham tog'lari baland. Mayda pul yo'qmi? Hoji aka bilan bitta qovun olamiz do'stlar. Hoji aka bilan juda ham baland tog'lar do'stlar, qarang. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar do'stlar. Uzoq yo'lga chiqdik. Mana do'stlar, bu Toshqo'rg'onning bozori. Mana bozor do'konlari shu ko'cha bo'yida sotadigan do'konlar. Shu Toshqo'rg'onni nimasi tegishli hudud. Biz bu yerda ovqatlangani to'xtadik. Mana bu restoran. Shu yerda ovqatlanamiz, keyin yana yo'lni davom etamiz inshaalloh. Do'stlar, bizlar bilan bo'ling, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana bu tog'li hududda joylashgan restoran. Mana bu yo'q qishloq, bog'lar. Juda ham chiroyli manzara joy ekan. Mana bular do'konlar shu yerda. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing do'stlar. Yana yo'lni davom etamiz inshaalloh. Mana video davomida ko'rasizlar. Ovqatlanib bo'ldik, yana yo'lni davom etamiz inshaalloh. Bo'ldi. Mana do'stlar, biz mashinamizga gaz tashlayapmiz. Hozir shu yo'lda tugab qolmaslik uchun mana do'stlar, biz mashinamizga gaz tashlayapmiz. Hozir shu yo'lda tugab qolmaslik uchun mana do'stlar, Bog'lon viloyatida Qunduzga qarab ketganmiz. Mana shu kichkina daryo ham Omudaryoga qo'shilar ekan. Mana Bog'lon degan viloyatda do'stlar. Hozir o'tib ketyapmiz. Mana bu shaharlarda mana shu kichkina daryo Omudaryoga borib qo'shilar ekan. Aylanib quloq bara. Ova. Omash bilan Bog'lon shahri. Sarsa. Daraxt ko'p ekan do'stlar, daraxt. Shaharning ichidan o'tib ketyapmiz. Bog'lon shahri. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yana bir bor. Mana biz Kobul yaqindamiz, Solang degan tog'ni
orqasida turibmiz. Endi mana shu tog'li tepaga chiqamiz inshaalloh. Mana bu yer daryolarning ovozi. Sizlar like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana bu yerda bitta daryo bor ekan. Mana bu bizning mashina. Endi yo'lga tushamiz. Yo'q, ishlagani yo'q telefon. Mana bu tomoni Mozor Sharifga ketadi, bu tomon Kobulga. Endi mana shu tomon qarab yo'l olamiz tepalikka inshaalloh. Mana baland tog'lik. Bu yerda antenna ishlamay qolishi ham mumkin. Yo'l davomida ko'rasiz video. Siz bilan do'stlar like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana do'stlar, bu ham Kobul daryosi bo'ladi. Juda ham bir ovozli toshlar orasidan oqyapti. Juda ham suvi shirin, juda ham yaq, muzdekgina suv. Bilmadim bu tomon qayerga ketar ekan bu suv. Ancha suv bor do'stlar. Davomida albatta Kobul tomonga qarab yuramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'ringlar, davomida albatta Kobul tomonga qarab yuramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana do'stlar, biz Kobulga yo'l oldik. Mana eng katta tunnel mana shu bo'ladi do'stlar. Mana do'stlar, biz Kobulga yo'l oldik. Mana eng katta tunnel mana shu bo'ladi do'stlar. Bitirilgan, qurshalib Tolibonlar tomonidan qurshalgan. Mana bu tog'. Juda ham sovuq do'stlar. Muzlab qoladi odam shu yerda qolsa. Yoz mavsumi hozir. Mana bulutlarga qarang, tog'ning yarmida uchuv yuribdi. Mana bu yerda bitta masjid bor.
tog'larni ustida uy qurib yashaydi. Mana tog'larning ustiga ustini qilib uy qurgan. Mana bu pastda asosiy shahar, markaziy shahar. Mana shahar. O'sha zamonda qurganda endi bilan. Yo'q, o'lgandan so'ng bor qatorlar qator. Kim qator? Saroy shamoli. Ularni o'zlarini bog'lab olyapti. Gaz tuzatadigan joy.